Assalomu alaykum. Baxtli ya'ni baxtli ayol klinik psixologiya maktabini YouTube kanaliga xush kelibsiz. Siz bilan ushbu maktab asoschisi Dilobar Ismoilova bo'laman. Eslatib o'taman, Baxtli brendi, ya'ni mana shu klinik psixologiya maktabi 2021-yilda tashkil topgan bo'lib, oxirgi 4 yil mobaynida men kollektivimda, ya'ni jamoamda ishlaydigan juda ham kuchli psixologlar bilan birgalikda 1,5 mingta o'zbek ayolini o'qitib, ularni baxtli bo'lishiga, ularni haqiqatdan ham baxtli ayollar, baxtli qizlar, baxtli kelinlar bo'lishiga muvaffaq bo'lgan mutaxassis hisoblanaman. Demak, ushbu YouTube kanalimni tashkil qilishimni sababi shundaki, bir necha yillik ish tajribam va orqamda turgan 40 yillik hayotiy tajribamga tayangan holda men o'zbek xalqiga foydali bo'lgan kontent, meditatsiyalar, audio mashqlar va podkastlar joylashtirib boraman deb ahd qildim. Demak, tushungan bo'lsangiz, mana shu YouTube kanalida har bitta videosida biz sizlar bilan foydali bilimlar o'zlashtiramiz. Va'da beraman, siz hali hech qachon hech kimdan O'zbekistonda eshitmagan bilimlarni psixologiya, psixiatriya, neyrofiziologiya va behavioristika olamidagi, hattoki sotsiologiya olamidagi eng kuchli bilimlarni albatta mana shu kanalda men bilan birgalikda o'rganasiz. Demak, ahamiyat bergan bo'lsanglar, men meditatsiya so'zini ishlatdim. Ko'pchiliklar bizada meditatsiya nima ekanligini yaxshi tushunishmaydi. Meditatsiya bu inson ongini, ruhiyatini va salomatligini muvozanatga keltirishga yordam beradigan ruhiy mashq hisoblanadi. Meditatsiyani turli xil ko'rinishlari bor. Ya'ni kimdir mana bilasizlar, yoga orqali meditatsiya qiladi. Kimdir turli xil ruhiy mashqlar qiladi. Lekin meditatsiyani eng effektiv turi bu audio mashq hisoblanadi. Chunki audio meditatsiyani ichiga har doim to'g'ri shakllangan, to'g'ri tarzda yozilgan iboralar, affirmatsiyalar kiritilgan bo'ladi. Affirmatsiya so'zi ham juda ham ko'p hozir ijtimoiy tarmoqlarda ishlatiladi, lekin bilib olinglar, affirmatsiya o'zi nima? Affirmatsiya bu ijobiy fikrlardan tashkil topgan ibora, jumla hisoblanadi. Lekin uni ham to'g'ri tuzish kerak. Affirmatsiya bir necha bor takrorlanganda u miyada aniq dastur bo'lib o'rnashadi va siz o'sha dasturga nisbatan hayotingizni qurishni boshlaysiz. Bu hech qanaqa bir волшебный tabletka, qanaqadir bir mo'jizaviy narsa emas. Bu bizani miyamizni aniq bir kuchi desak ham bo'ladi. Bilsanglar kerak, oxirgi 50-70 yil mobaynida minglab olimlar miyani faoliyatini o'rganadi. Chunki miyani kuchi cheksiz ekanligini olimlar biladi. Har bitta tadqiqot o'sha miyani kuchini faollashtirishga bag'ishlangan bo'ladi. Men o'sha tadqiqotlarni deyarli hammasini o'qib chiqaman va har kuni muntazam ravishda o'qib boraman. Chunki miyani faoliyatini qanchalik biz ko'p rivojlantirsak, tabiiy ravishda bizani hayotimizda ijobiy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bizani ruhiyatimiz ham aslida miyamiz tarafidan shakllanadi, shakllantiriladi va o'sha miyamiz qanaqa hayotiy pozitsiyani shakllantirsa yoki qanaqa ustanovkani, qaysi affirmatsiyani shakllantirsa, bizani tanamiz ham o'sha narsani qabul qiladi. Demak, affirmatsiyalar miyada qandoq qilib ishlaydi degan savolga menimcha men javob bersam o'sha ma'qulroq bo'ladi.
Mana qaranglar, hozirda mani qo'limda miyani maketi. Mana bu bizani insonni miyasi. Demak, ichidan ochganda u mana bunday ko'rinadi. Lekin hozir men sizlarga undan ham zo'r narsani ko'rsataman. Miyani mana bunday shaklda ochganda u mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va mana shu miyani strukturalari haqida biz deyarli har bitta videoda gaplashamiz. Men har bitta qismi bo'yicha sizlarga zo'r ma'lumotlar berib o'taman. Lekin hozir biz affirmatsiya haqida gaplashyapmiz. Qandoq qilib shu bizani aynan mani meditatsiyamda yozilgan va o'sha ichiga kiritilgan affirmatsiyalar, tasdiqlar, iboralar qandoq qilib ishlaydi, miyaga qanaqa ta'sir qiladi. Demak, miyamizdagi barqarorlashgan dastur ishlashi uchun ko'plab ilmiy tadqiqotlar bizga eng kamida 250 kun vaqt kerak deyishadi. O'shaning uchun ko'plar meditatsiyalarni eshitadi-da, voy, menga ta'sir qilmayapti-ku deyishadi. Bo'lmagan narsa ekan deyishadi. Chunki miyani neyroegiluvchanligi, siz tasavvur qiling, sizni miyangizda eski qoliplarni sindirib, yangi hayotiy dastur hosil qilishi uchun, o'sha neyron bog'lanmalarni hosil qilishi uchun qandoq qilib miya bir kunda bu ish bilan shug'ullanib, bir kunda shu ishni bitirishi mumkin. Albatta, bunga eng kamida 250 kun, 1 yil, 2 yil vaqt kerak bo'ladi. Lekin men bitta narsani aniq bilaman, biz hammamiz tez natija olishni xohlaymiz. Shu jumladan men o'zim ham. Bundan 20 yil oldin men shu savolni, shu zadacha deylik, mana shu masalani o'zim oldimga qo'yganman. Aytganman, yo'q, men 1 yil bitta affirmatsiyani qaytarishga hech qanaqa holim ham, toqatim ham va umuman kuchim ham yo'q. Albatta, men qanaqadir vaqtga kelib o'sha narsani qilmay qo'yaman. Chunki muntazam ravishda 250 kun davomida men bitta affirmatsiyani qaytara olmayman degan shunaqa bitta o'y fikrga kelganman va yangi uslublarni qidirishni boshlaganman. Umrim bo'yi judayam izlanuvchan, judayam shunaqa bir ilmiy inson bo'lganim uchun, chunki ilmiy insonlarni oilasida tug'ilganman, ko'p aytaman. Instagramdagi barcha pользовательlarim bu narsani biladi-da, adamlar professor bo'lganlar, onamlar nevropatolog, nevropsixolog, shunaqa bir kuchli mutaxassis bo'lganlar va Toshkent shahrida uzoq yillar davomida Yunusobod tumanini bosh nevropatologi bo'lib ham ishlaganlar. Ya'ni shunaqa ilmiy oilada katta bo'lgan qiz bo'lganim uchun men haddan tashqari ilmiy tadqiqotlarni, kitoblarni, dissertatsiyalarni ko'p o'qiganman va har doim ilmiy isboti bor javoblarni qidirishga harakat qilganman. Demak, o'sha 20 yil oldin boshlagan izlanishlarim qanaqadir vaqtga kelib, internet juda ham zo'r rivojlangan paytida, sun'iy intellekt chiqayotgan paytida men bitta ilmiy tadqiqotni topganman. U ilmiy ishni 1980-yilda rus neyrofiziologi Igor Smirnov o'tkazgan bo'lgan. U ong ostiga ta'sir qiladigan yangi mexanizmlarni ishlab chiqishga sazovor bo'lgan olim hisoblanadi. Uni ilmiy ishi, ya'ni ilmiy ishi ichida topgan uslubi shu darajada kuchli uslub bo'lganki, Sovet davrida uni ishi tanqidga uchragan va dissertatsiyasi va barcha qilgan umr bo'yi barcha qilgan ishi yopib qo'yilgan. Lekin 1990-yilda Sovet davri qulagandan so'ng Igor Smirnovni Amerikaga taklif qilishgan. Uni o'sha ong osti bilan ishlashga yordam beradigan subliminal sistemasini amerikalik olimlar ham o'rganmoqchi bo'lishgan. O'shaning uchun ham hozir agarda siz rossiyskiy YouTube yoki amerikanskiy YouTube'ga kirsangiz, subliminal so'zini tersangiz, minglab subliminal mashqlar chiqadi. Subliminal o'zi bu nima degan? Mana qaranglar. Sizlar meditatsiya eshitayotganinglarda, masalan, meni meditatsiyamda, meni ovozim bilan yozilgan 50 ta, 70 ta yoki 100 ta iborani eshitasiz.
har bitta ibora, ya'ni o'sha affirmatsiya aniq ilmiy qanaqadir asosga ega, qanaqadir psixologik sizni ruhiyatingizga ta'sir qiladigan iboralar bo'ladi. Lekin masalan sizni miyangizda judayam ko'p negativ dasturlar o'rnashgan bo'lsa, bolalikdagi travmalar, masalan ota-onangizni urush janjali, ota-onangizni baxtsiz hayoti, ularni ajrashgani, pulsizlik, kambag'alchilik, kasalliklar va shunga o'xshash turli negativ dasturlar o'rnashib qolgan bo'lsa, sizni ongingiz man aytayotgan o'sha iboralarni qabul qilmasligi mumkin. Sizni miyangiz nima deydi? Man uchun bu baxt formulalari notanish. Man ularni qabul qila olmayman. O'shaning uchun ham ko'plab meditatsiyalar ko'pchilik odamga ta'sir qilmaydi. Chunki ong ostida haligi salbiy dasturlar haddan tashqari ko'p, har bittasi bittadan blok bo'lib o'tiribdi va tabiiy ravishda u pozitiv ustanovkalarni, ijobiy affirmatsiyalarni qabul qila olmaydi. Igor Smirnov nima taklif qilgan? U bizani ong ostimizga to'g'ridan to'g'ri kirib boradigan bitta o'sha affirmatsiyalarni boshqa tizimga tushirgan. Ya'ni qarang, siz mana shu mani meditatsiyalarimni eshitayotganingizda ora-orada qanaqadir intershum degani qanaqadir shovqin, masalan daryo shovqini yoki qanaqadir bir yomg'ir shovqini yoki bir ajoyib shovqinni tagida bekitilgan shivir bujir qilib gapirayotgan qanaqadir tezlashtirilgan gaplarni eshitib qolishingiz mumkin. Va o'sha payt qo'rqib ham ketishingiz mumkin. Nima bu deb. Qo'rqmang, bu ana o'sha subliminal sistemasi. Subliminal sistemasi bu siz eshitayotgan mani iboralarim bor-ku, masalan 50 ta iborani bitta meditatsiyada eshitdingiz. Subliminal sistemasida o'sha 50 ta ibora 50 barobar ko'paytirilgan va 2-3 barobar tezlashtirilgan bo'ladi. Ya'ni bitta meditatsiyani ichida siz o'sha eshitayotgan iborangizni umumiy hisobda 50 barobar eshitgan bo'lasiz. Demak, o'sha siz 2 yilda miyangiz oladigan natijaga sizni miyangiz 65 kun davomida kelishi mumkin. O'shaning uchun ham men aytaman har doim mana meditatsiyalarimni eng kamida 65 kun eshitish kerak. Siz haqiqatan ham katta natijalarga erishishingiz uchun. Lekin bu ham hali hammasi emas. Subliminal sistemasini men tegini o'rganish uchun 3 yil vaqt sarflaganman. Qandoq qilib bu subliminalni teriladi? Prosta 2x ga qo'yib shovqinni tagiga bekitish hech qanaqa ish bermagan. Men ham uni tegini topib, uni o'sha ilmiy ishlarini topib, o'sha subliminal sistemasini teradigan, haqiqatan ham subliminallari ishlaydigan mutaxassislarni topib o'rganishimga bir necha yil vaqt va juda ham katta turli xil sinovlar o'tkazishimga to'g'ri kelgan. O'shaning uchun ham bu subliminal sistemasi ishlaganini ko'rganimdan keyin men boy insonlarni hayotlarini o'rganishni boshlaganman. Haqiqatan ham hayotda juda ham katta maqsadlarga erishgan, dunyo tanigan katta biznesmenlar, haqiqatan ham juda ham mashhur bo'lgan siyosatshunoslar, sotsiologlar yoki bir haqiqatan ham katta pul topa oladigan insonlarni miyasi qanaqa ishlaydi, ular qanaqa fikrlaydi va qanaqa hayot tarzida yashaydi degan savol oldimga qo'yganman va uni ham haqiqatan ham uzoq vaqt o'rganganman. Bir kuni men Times jurnalida bitta mashhur millioner har kuni kechqurun va ertalab binaural ritmlar eshitishi haqida o'qib qolganman. Va o'shandan keyin men binaural ritmlar nima ekanligi va ular qanday qilib miyaga ta'sir qilishi haqida o'zimning izlanishlarimni olib borishni boshlaganman. Va sizlarga aytishim mumkin, bu ham men uchun juda ham katta bir
ong ostiga ta'sir qiladigan zo'r mexanizm ekanligiga ishonch hosil qilishimga yordam bergan. Demak, binaural ritmlar bu qanaqa ritm? A, B, то есть B ikki xil yo'l bilan bizani miyamizga kiradigan maxsus megagerts yoki gerts ritmlar hisoblanadi. Fizikani o'qigan bo'lsangiz bilasiz. Gerts ritmlar bu spetsialni to'lqinlar, maxsus to'lqinlar hisoblanadi. Nima uchun binaural deyiladi? Masalan, siz chap qulog'ingizga 440 megagerts to'lqinli ovoz jo'natilyapti. O'ng qulog'ingizdan bo'lsa 400 megagertsli to'lqinli ovoz jo'natilyapti. Ikkita qulog'ingizdan kirgan o'sha ikki xil to'lqin miyangizga kelganda 40 gerts bo'lib qabul qilinadi. Ya'ni miya 400 megagertsi minus qilib tashlaydi, o'rtadagi turgan 40 gertsi ushlab qoladi, eslab qoladi va o'sha to'lqinlarga yarasha miya qanaqadir o'zini konfiguratsiyalarini ishga tushiradi. Demak, birinchi bo'lib men o'sha binaural ritmlarni originali qayerda bor degan savol berganman. Chunki YouTube'da va вообще internet tarmog'ida bepul bu ritmlarni taqdim qiladigan odamlarning soni shu darajada ko'pki, hamma prosmotr orqali pul yig'aman deb nima ishlar qilib tashlashmaydi. Xuddi subliminal sistemasida. Subliminal sistemasi ko'p odamlarga bosh og'rig'ini beradi. Oddiy subliminallarni eshitsangiz va o'sha bo'yicha menga ko'plar yozadi. Nimaga YouTube'dagi subliminallarni eshitganimdan keyin menda boshimga og'riq kiradi, siznikini eshitganimda menda boshimga og'riq kirmaydi. Chunki hamma o'sha prosmotr orqali pul topish maqsadida bilar bilmas o'rganmagan holda har xil narsalarni qo'shib tashlaydi. Xuddi shunaqa binaural ritmlar bilan ham xuddi shunaqa kartina ro'y beradi. Ko'plar umuman o'sha to'lqinga to'g'ri kelmaydigan ritmlarni shunaqa to'lqin deb yozib joylashtiradi va miya uni boshqachasiga qabul qiladi. Uni originalini, binaural ritmlarning originali dunyoda men shaxsan o'zim faqat ikkita kompaniya sotishini bilganman. Bitta amerikanskiy, bitta rossiyskiy kompaniya. O'tga men o'zim shaxsiy zaявка berganman. Menga mana shu megagertsda ritmlar kerak deganman. Nima uchun menga aynan masalan 428 yoki 639 yoki 701 710 megagerts kerak deb zaявка berganman. Chunki har bitta megagertsi men neyrofiziologiya jihatidan o'rganib chiqqanman. Neyrofiziologiya degani o'sha bizani miyamizdagi har bitta bo'lim, har bitta o'sha neyrojarayon qanday ishlashini o'rganganman. Ya'ni binaural ritmlar qanaqa ta'sir qiladi? Bizani miyamizda alfa ritmi, beta ritmi, delta ritmi, teta ritmi degan 4 xil to'lqinlar bor. Ya'ni alfa to'lqinlar, beta to'lqinlar, teta to'lqinlar va delta to'lqinlar. Mana shu to'lqinlar qanday qilib ishlaydi? Qanaqa vaqtda ishlaydi va insonni miyasiga qanaqa ta'sir qiladi degan savollar qo'yganman. Demak, alfa to'lqinlardan boshlasak. Alfa to'lqinlar bu 8-14 Hz diapazonidagi to'lqinlar hisoblanadi. U to'lqinlar bizani miyamizda o'sha zo'riqish, ichki zo'riqish, stress paytida bizani o'sha miyamizni tinchlanishiga, holatimizni, ichki ruhiy holatimizning tinchlanishiga yordam beradigan to'lqinlar hisoblanadi. Undan keyin beta to'lqinlar keladi. Beta to'lqinlar ularni diapazoni ancha yuqori bo'ladi. Ular bizani shu o'ylashga, fikrlashimizga, diqqat jamlashimizga juda ham zo'r yordam beradigan kognitiv miyamizni o'ylash va fikrlash bilan bog'liq barcha jarayonlarni faollashtirishiga yordam beradigan to'lqinlar hisoblanadi. Lekin men hozir shu yerda aytib ketmoqchimanki, men hech qachon beta to'lqinlarni ishlatmayman. Nimaga? Chunki ko'plab ruhiy xasta insonlarda beta to'lqinlarni faollashuvi ularning miyasida kuzatiladi.
beta to'lqinlarni faollashuvi shunga olib keladiki, ruhiy xasta insonlar uxlashga qiynaladi va umuman miyasida o'sha o'y fikrlash bilan bog'liq jarayonlar oddiy insonlarnikiga nisbatan ancha keskin ravishda boshqacha, o'zgacha kechadi. O'shaning uchun ham beta to'lqinlarni kiritishi eticheskiy, ma'naviy jihatdan kiritishi man o'zimga ep ko'rmaganman. O'shaning uchun ham mani meditatsiyalarimni eshitgan insonlarda hech qachon ularni boshi og'rimaydi, hattoki ular ruhiy xasta inson bo'lishsa ham. Demak, undan keyingi ritmlarimiz bu teta to'lqinlar hisoblanadi. Teta to'lqinlar judayam ajoyib to'lqinlar hisoblanadi. O'zi umuman bizani miyamizni o'sha teta to'lqinlari qachon ishga tushadi? Biza uyquga ketish jarayoni bo'ladi-ku, mana endi mudrashni boshlaymiz. Ana o'sha payt miyada teta to'lqinlar faollashishni boshlaydi va to chuqur uyquga ketgunimizcha bo'lgan o'sha 45 minutlik vaqtda bizani miyamiz teta holatiga kiradi. Va o'sha payt, aynan o'sha payt bizani ong ostimizga yo'l ochiladi. Chunki ratsional ong уже uxlashni boshlaydi, to'g'rimi? Va o'sha payt teta to'lqinlar sizni ong ostingizga juda ham zo'r ta'sir qiladi. Subliminal sistemasi bo'lsa, men meditatsiyamda kiritgan subliminal sistemam, tizimim o'sha affirmatsiyalarni sizni ong ostingizga tezroq va kuchliroq kirib borishiga yordam beradi. O'shaning uchun ham men meditatsiyamda asosan faqat teta to'lqinlarni ishlataman. Teta to'lqinlarni o'zini gertsi bo'ladi, 4-8 gertsi. Ularni ham men ideal o'rtadagi 6 gertsi qo'shaman. U ham bo'lsa har bitta meditatsiyaga emas. Demak, oxirgisi bu delta to'lqinlar hisoblanadi. Ular 0,5-4 gerts atrofida bo'ladi. Delta to'lqinlar bizani miyamizda o'sha chuqur uyquga kirganimizda ko'rinadigan, faollashadigan to'lqinlar hisoblanadi. Delta to'lqinlarni hech kim hali originalini ishlab chiqmagan va o'shaning uchun ham delta to'lqinlar ham meni meditatsiyamda yo'q. Maksimum teta va alfa to'lqinlar qo'shilgan bo'ladi. Lekin mavzuga qarab, albatta har bitta meditatsiyani mavzusi har xil bo'ladi. Masalan, bitta meditatsiyada biz faqat sog'liq haqida iboralarni qo'shganmiz. Yoki bo'ladi boylik, farovonlik, pulga tegishli qanaqadir meditatsiyalar bo'ladi. U yerda umuman boshqa to'lqinlar qo'shilgan bo'ladi. Yoki o'sha stress, ichki zo'riqishdan qutulishga bag'ishlangan, xudo xolasa, meditatsiyalar qo'yib boraman. U yerda ham ko'proq teta to'lqinlarni ishlatgan bo'laman. Demak, mana shu jarayonlar meditatsiyamga ta'sir qiladigan jarayonlar haqida biz hozir batafsil gaplashdik. Endi bo'lsa, mana shu meditatsiyalarim, mani kanalimdagi meditatsiyalarim qandoq qilib sizni miyangizga ta'sir qilishini neyrofiziologiya jihatidan hozir yana o'rganib chiqamiz. Demak, mani meditatsiyalarimni eshitayotganingizda o'sha to'g'ri yozilgan affirmatsiyalar, subliminal va binaural ritmlar hisobiga sizni miyangizda peshona sohasini neyronlari faollashadi. Aytib o'taman, bizani miyamizni peshona sohasi bu o'ylash, fikrlash, idrok qilish, informatsiyani qayta ishlash va diqqat jamlash hamda to'g'ri qaror qabul qilishimizga javobgar miyani qismi hisoblanadi. Limbicheskая, mezolimbическая sistema mozga deyiladi. Prefrontalniy korteks, peshona po'stlog'i qavati tibbiyotda shunaqa deyiladi. Demak, mana shu mani meditatsiyalarimni eshitayotganingizda sizni mana shu peshona sohangizdagi neyronlar faollashadi, yangi neyronlar shakllanadi va siz o'ylash, fikrlash, qaror qabul qilishda, diqqat jamlashda va umuman hayotda idrok etishda
o'zingizga o'zingiz qanaqadir katta yordam berayotganingizni his qilasiz meditatsiyani eshitayotganingizda. Demak, keyingisi bu amigdala hisoblanadi. Hozir buni уже miyani yarim bo'lagida ko'rsataman. Amigdala bu mana ko'ryapsizlarmi? Chizilgan. Bodomsimon tana. Миндаловидное тело amigdala deyiladi. Amigdala bu bizani miyamizni hissiyot markazi hisoblanadi. Tashqaridan kelib tushayotgan barcha ma'lumotlarni hissiy jihatdan обработкасini, qayta ishlashini va ularni qabul qilishini mana shu amigdala shakllantiradi. Shu ishni, shu katta ishni qilib o'tadi. Demak, agarda bizani miyamizda tasavvur qildik, quvonch bo'yicha signal keldida, bizga ma'lumot keldi. Qanaqadir quvonchli, xursandchilik bilan bog'liq voqea sodir bo'ldi va miya nima qildi? Dopamin va serotonin deb atalmish baxt gormonini neyромediatorlarda ishlab chiqdi. U tabiiy ravishda amigdalani faollashuviga olib keldi. Lekin dopamin va serotonin uzoq vaqt ishlab chiqarilmaydi. Qisqa vaqtdan keyin ular yana o'zini muvozanatiga tushadi, lekin amigdala o'sha xursandchilikni eslab qoladi. Va miya o'sha xursandchilik bilan bog'liq kuchli hayajon, kuchli xursandchilik, quvonch, baxt bilan bog'liq voqeani o'zini ong osti tizimiga, ya'ni ong osti xotira omboriga yozib qoldiradi. Va bizning organizmimizda o'sha payt his qilgan baxt gormonlarini har doim nima bo'ladi? Xursandchilik bilan eslaydi. Va amigdala har doim tinch holatda bo'ladi. Lekin agarda siz hayotda stressli voqeani boshingizdan kechirgan bo'lsangiz, stressli voqea paytida bizning organizmimizda dopamin yoki serotonin gormoni ishlab chiqariladi. O'sha payt buyrak osti bezi tarafidan kortizol stress gormoni ishlab chiqariladi. Kortizol stress gormoni eng yomon tarafi shundaki, u dopamin va serotonindagi qisqa vaqt amigdalani o'ta faollashuviga olib kelmaydi. U o'sha bizning hissiyot markazimizni uzoq vaqt davomida o'ta faollashuviga olib keladi. Amigdalani uzoq vaqt giper faollashuvi bizani nimaga olib keladi? Negativ o'y fikrlashga moyillik paydo bo'lishiga olib keladi. Ya'ni biza har doim negativ fikrlaydigan yoki o'sha negativ voqealarni hayotimizga jalb qiladigan insonlarga aylanib qolamiz. Undan tashqari kortizol va ataka deyiladi. O'sha kortizol ko'payib ketishi miyani ichidagi o'sha gipokampni qurishiga, neyron aloqalarni bir-biri bilan bog'liqligini, uzviyligini yomonlashuviga va ko'plab neyronlarni nobud bo'lishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida insonni depressiyaga, ya'ni og'ir tushkunlik holatiga va tashvishli, hayajonli bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ham men mana shu meditatsiyalarimga mana shu bizani hissiyot markazimizda hisoblanmoq amigdalani faoliyatiga ta'sir qiladigan, amigdalani tinchlantiradigan binaural ritmlarni qo'shganman. O'shaning uchun ham hamma aytadi, baxtli ayol kursida qatnashgan o'sha 1,5 mingta ayolimiz mani meditatsiyalarimni juda ham zo'r, kuchli meditatsiyalar bor. O'sha meditatsiyalarimni eshitayotganda sirasi uxlab qolaman deyshadi. Nimaga? Chunki sizni ovozingiz qanaqadir mo'jizaviy ovoz deyshadi. Yo'q, balkim shunaqadir. Chiroyli ovozlar dunyoda juda ham ko'p. Lekin bu yerda eng asosiysi o'sha binaural ritmlar o'sha subliminal sistemasi bilan birgalikda, xo'p mayli deylik, mani ovozim bilan birgalikda, to'g'ri yozilgan affirmatsiyalar bilan birgalikda momentalni, ya'ni zudlik bilan sizni amigdalangizni tinchlanishiga olib keladi. Shunaqa gaplar. Demak,
Uchinchisi, bu mani meditatsiyamda miyani o'sha aytganimdagi, mana hozir yana men miyani birlashtiraman. Birlashtirishimga to'g'ri keladi. Chunki hozir men sizlarga uchinchi bitta bo'lim haqida gapiraman. Mana qaranglar. Miya mana bunday ochilganda, ko'ryapsizlarmi? Bu bizlarni древний mozg, qadimgi mozgimiz hisoblanadi. Qadimgi miyamiz. Aslida boshida inson miyasi 6 million yil oldin o'sha ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlab to shu kungacha rivojlanishini qaraydigan bo'lsak, boshida u mana shunday kichkina hajmda bo'lgan. Bu древний mozg deyiladi. Va o'shaning uchun ham o'sha mana hissiyot markazi, ko'ryapsizlarmi, agarda ochganimda, bu yerda ochganimda, hissiyot markazi mana o'sha bizlarni древний mozg, qadimgi miyamiz bilan chambarchas bitta yo'lda, deyarli bitta yo'lda joylashgan bo'ladi. O'shaning uchun ham o'sha qo'rquv, quvonch, tashvish mana shu markaz tarafidan nazorat qilinadi va shakllantiriladi-da. Demak, mana shu botdagi o'sha древний mozg deb turibmiz. Uchinchi degani mana bu mana shu yo'llar bazal gangliyalar deyiladi. Bazal gangliyalar mana shu yo'llarda tashkil topadi. Bazal gangliya ham bizani miyamizni juda ham ko'p faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan miyani qismi hisoblanadi. U haqida ham albatta keyingi videolarda ancha batafsilroq tushuntirishga harakat qilaman. Lekin bu videoda faqat meditatsiyalar haqida asosan gapirayotganim uchun, demak, mana shu mani meditatsiyalarimni eshitib o'tganingizda shu bazal gangliyalarning faoliyatini yaxshilanishiga yordam beradigan maxsus o'sha alfa ritmlarni ham qo'shgan bo'laman. Demak, hozirda bugun mana hozir soatga qarab turibman, yarim soatdan oshdi bugungi ko'rsatuvimiz, birinchi YouTube ko'rsatuvimizda. O'ylaymanki, mana shu bugun bergan ma'lumotlarim sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Demak, keyingi videoda men уже сразу bitta yangi meditatsiyani joylashtiraman. Juda ham ko'p o'yladim, qanaqa meditatsiyadan boshlasam ekan deb. Bizning o'zbek xalqimizdagi eng qiziq bo'lgan mavzu bu albatta boylik va farovonlik mavzusi hisoblanadi. O'shaning uchun ham birinchi o'sha meditatsiyamni boylik va farovonlik mavzusiga bag'ishlangan o'sha audio mashqqa sizlarga joylashtiraman. Demak, kanalimizni tark etmagan holda zudlik bilan keyingi videoni bosib boylik va farovonlik meditatsiyasini eshitib chiqing va albatta o'zingizni fikrlaringizni shu video jihatidan ham keyingi videolar yuzasidan ham yozib qoldiring kommentariyalarda, chunki men uchun bu haqiqatan ham juda ham muhim. Nima demoqchiman, aziz o'zbek ayoli yoki o'zbek erkagi, mana shu kanalda oladigan bilimlaringiz sizga foydali bo'lsa va bu sizni hayotingizni haqiqatdan ham ijobiy tarafga o'zgarishiga yordam bersa, sizni ilm-fanga bo'lgan fikrlaringizni o'zgartirsa, sizni bolalaringizni ilmli, fanga berilgan insonlar bo'lishiga qanaqadir ta'sir qilsa, men haqiqatdan ham o'zimni baxtiyor inson his qilaman. Demak, keyingi videolarda uchrashguncha barchangizga xayr deb qolaman.